Zehni musbat voqeatdan ko'z yummoq emas. Zehni musbat ya'ni bizlar qaysi shaklda voqeat dunyo bilan ro'baro bo'lsak. To'li tarixda insonlar majbur ekan, hamisha esos xatar qilsalar va zehnlari ko'proq dargir shu ekanki, qandoq jonlarni saqlasalar. Ammo holda yo buruzlar voqeat dunyo farq etadi. İnsonlar zarurati borki, bir zehni musbati bo'lsa. Ro'ziki bizlar xohlaymiz zehnimiz musbat bo'lsa, fikrlarimiz musbat bo'lsa, ba'zi yo'llar bor va ba'zi nuqtalar borki, bilishimiz kerak va u nuqtalarni dar nazar olsak. Men 3 nuqtani sizlarga aytaman. Agar bizlar yetib bilsak, shu nuqtalarni amaliy qilsak va qabul etsak, imkoni xeyli ko'pki zehnimiz musbat bo'lsa. Avvalgi nuqta buki bizlar zehnimizga kelayotgan fikrlarni tonisak, musbatmi yo manfiymi? Agar ko'proq fikrlarimiz manfiy bo'lsa, bizlarni imkoni bor esosimizni manfiy qilsa va raftorimiz ham manfiy bo'ladi. Ko'shish qilsak, raftorlarimiz, esosimiz va fikrlarimiz musbat bo'lsa. Bir misol beraman. Ba'zi insonlar ro'ziki bir mushkulga qoladi, ro'ziki bir ishtiboh qiladi, shikast yeyadi, o'zlarini sarzanish qiladilar. Ya'ni aytadilar, men yomon odam yo men bir dardga tegmayman. Bu fikri manfiy. Bizlar musbat qilishga boyad ro'zona va yo ro'ziki mushkulga qolamiz, bir ishtiboh qilamiz, aytsaki, men bir inson ishtiboh qildim va shikast edim. Xohlayman oyandada yaxshiroq va behtar bo'lsam va bilsak rushd inson ishtiboh shikastda. Nuqtai do'm buki bizlar ko'shish qilsak, bor narsalarimizga tamarkuz qilib, qanoat etsak va shukrguzorlik hamisha yonimizda bo'lsa. Sihat salomatlik uchun shukrguzorlik qilsak, xonadonimizni borligiga, do'stlarimizni borligiga. Ammo mutassifona ba'zi insonlar yo ba'zi javonlar zehnlari muqoyisa va musobaqa tarafiga ketgan. Ya'ni shunday bir zehniyatlar bularda borki, bular shoyat bir musobaqada bo'lsa, men filondan past qoldim, filondan pesh ketdim, men boyat xeyli peshrafт etsamdim, men peshrafт eta olmadim. Zehnlari shunday fikrlar bilan dargir. Ammo o'zlaridan bir savol qilsalarga oxir nereye bormoqchi bular? Ro'ziki bir javon yo bir inson fikri musobaqaviy bo'lgan, har kimni ko'radi, avvalin nuqtaga uni zehniga keladi, mendan balandmi yo pastmi? Past bo'lsa rohat, baland bo'lsa bular iztirob tashvishda. Ro'ziki shu shaklda fikr bizlarda bor, hamisha nigoronlik, tashvish bilan bo'ladi. Past ko'shish qilsalar zehnlari musbat bo'lsa va muqoyisa va musobaqani zehnlardan xalos etsalar. O'shalanchi nuqta buki, bizlar insonlar ro'zoy gandani ko'ramiz, yomon ro'zlar, hodisot xatarnok bu dunyoda bor va taqriban hamma insonlar tajriba qiladi. Shu mushkulotlarni ba'zi bir baxshi zindagi o'z qabul etishimiz kerak. Va har qanday ro'ziki bizlar fikr etamiz va tasavvur etamiz bir insonni boshiga keladi, bizlar omoda bo'lsak. Endi ro'ziki bizlar qabul etsak, dunyoda o'lim bor, marizlik bor va har mushkuliki familiyada bor. Agar basifati bir voqeat dunyo yo basifati voqeat bir zindagi qabul etsak, rohatroq bo'lamiz. Va muqobala o'shandoq ro'zlar bilan bizlar rohatroq bo'ladi. Oxirgi nuqta ki aytaman, xulosa agar aytsam, bizlar basifati bir inson qabul qilsakki, hech narsa va yo hech inson komil emas. Va bizlar qabul etsak inson ishtiboh bilan, shikast bilan rushd etadi. Ro'ziki bir inson ishtiboh qilmaydi, rushd etmaydi. Va oyanda uchun umidimiz musbat bo'lsa va shunga xushbind bo'lsaki, oyatda behtar va behtarroq bo'ladi.